slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan haqiqiy loyiha ustida ishlab ko'ramiz. Ya'ni yangiliklar mobil ilovasi uchun API chiqarib ko'ramiz. Kichkinagina tizimiz bor, ya'ni texnik topshirig'imiz. Ushbu topshiriq asosida vazifalarni bajarib ko'rsataman. Birinchi bo'lib yangi Laravel loyiha o'rnatishdan boshlaymiz. Terminalni ochib olib, Laravel loyihasini o'rnatamiz. Xo'p, birinchi bo'lib papkaga kirib olaman. Soqqali ishlar degan papka ochib qo'yibman. Endi uning ichiga Laravel loyihamizni o'rnatamiz. Xo'p, Composer, Create Project, Laravel. Buni bilasizlar. Bu Laravelni o'rnatish buyrug'i. Men o'zimga kerakli bo'lgan papkada Laravelni o'rnatish buyrug'ini yozyapman. Hozir Laravel loyihamiz o'rnatilishi boshlandi mana. O'rnatilib olgandan keyin buni VS Code'da ochib olamiz va texnik topshiriq asosida ishlarni boshlab olamiz. Xo'p, loyihamiz ham o'rnatilib bo'ldi. Endi qiladigan ishimiz uni VS Code'da ochib olishimiz kerak. Xo'p, loyihamiz ochildi. Keraksiz oynalarni yopib tashlaymiz. Hop, buni ham yopib yuboramiz. Endi katta qilib ochib olamiz VS Code'ni. Hop, bu Laravel loyihamizni VS Code'da ochib oldik. Endi terminalni ochib, hop, birinchi bazaga ulanishni to'g'rilab olar ekanmiz. Envdan hop, PGSQL 5432 Laravel degan bazam bor. Loginimiz Postgres, default, parolimiz ham Postgres. Xo'p, hammasi tayyor. Endi PHP Artisan migrate fresh is set kerak emas. Migrate fresh qilganim men bu default bazam Laravel boshqa proyektlarda ham ishlab turaman. Shuning uchun ichida ma'lumot bo'lishi mumkin. Shuning uchun fresh qilib yubordim. Endi PHP Artisan serve qilib loyihamizni ishga tushirib olamiz. Hop, welcome page ishga tushishi kerak. Mana loyihamiz muvaffaqiyatli ishga tushdi. Hop, bu yerda mening YouTube kanalim bor. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Hop, bu welcome page Laravel 12 o'rnatdik. Hammasi yaxshi ishlab turibdi. Hop, endi qiladigan ishimiz API uchun ularni o'rnatib olishimiz kerak. PHP Artisan komandasini yozib, API installni topib, kopiya qilib olamiz. Yoddan bilsanglar, yoddan bilib yozsanglar ham bo'ladi. Hop, install API clear qilib yubordim. PHP Artisan install API. Hop, ketdi. Bu bizga API yozish uchun sozlamalarni to'g'rilab beradi. Va hozir routes papkasida api.php fayli hosil bo'ladi. Xo'p, hammasi muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi tizimimizga qarab olamiz birinchi bo'lib kategoriyalar yaratishimiz kerak ekan. Shuning uchun endi kategoriya modelini, kontrollerlarini hammasini sozlab olamiz. PHP Artisan make model category -m, ya'ni migratsiyasi bilan. Hop, keyin birato'lasiga keyingi modelimizni ham yaratib olsak bo'ladi, ya'ni post model migratsiyasi bilan. Hop, endi migratsiya fayllarga kirib olamiz. Bizda kategoriyada nimalar bo'ladi? Kategoriyada birinchi bo'lib albatta kategoriyaning nomi bo'ladi. Kategoriya nomi string turda va nullable bo'ladi, ya'ni bo'sh bo'lishi mumkin. Keyingisi bizda kategoriyaning statusi kodi bo'ladi. Yo'q, kodi kerak emas. Bizga hozircha soddaroq qilaveramiz, ya'ni status qo'shib qo'yamiz va buni boolean qilib qo'yamiz. Default holatda
true bo'lsin. Xo'p, mana kategoriya jadvalimiz tayyor. Endi post jadvalini yozib chiqamiz. Birinchi bo'lib postning title bo'ladi. Nullable, string, hammasi to'g'ri. Keyin content bo'ladi. Ya'ni title va content. Endi status bo'ladi. Bu ham default true va nullable berib ketamiz. Endi bog'lashimiz kerak, ya'ni har bir postimiz qaysidir kategoriyaga tegishli bo'ladi. Buni migratsiyada ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, ya'ni bitta post har bitta postning kategoriyasi bo'ladi. Kategoriyaning esa postlari bo'ladi. Bu bog'lanishni yozib bo'ldik. Migratsiyalarimiz tayyor. Qo'shimcha Slack qo'shishimiz mumkin. Bu o'zi SEO uchun ishlatiladi, hozir shart emas. PHP Artisan migratsiyalarni yuritib oldik. Endi CRUD amallarini boshlasak ham bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib PHP Artisan make controller API papkasini ichida category controller. Buni API category controller deb nomlasak ham yaxshi. Menga shunisi qulay. Xo'p, birdan post uchun ham yaratib ketamiz. API post controller. Endi api.php ga o'tib resource route'larimizni yaratib olamiz. Xo'p, birinchi bo'lib route API resource categories category controller API category controller. Xo'p, buni chaqirib oldik. Tepada use bo'ldi. Endi xuddi shunday post uchun ham API resource yozib olamiz. Buni ham chaqirib qo'yamiz. Tepaga use bo'ldi. Tartiblab qo'yamiz. Xo'p, route'larimiz, API'larimiz tayyor. Route'lari buni ko'rib olamiz. PHP Artisan route list. Mana bizning API'lar. Xo'p, endi metodlarni yozib boshlaymiz. Birinchi bo'lib kategori kontrollerda index metodini yozib olamiz. Ya'ni datas barobar kategori modeli all, ya'ni hamma kategoriyalarni datas degan o'zgaruvchiga olib oldik. Endi return qilib response qaytarishimiz kerak. Xo'p, endi shu joyda yana bitta narsa ko'rsatib ketaman. Thread ishlatamiz bu yerda. Threads papkasini ichida API response thread yaratishimiz kerak. Xo'p, qanaqa bo'ladi? PHP namespace app threads. Endi thread klassini yaratamiz. Thread API resource. Xo'p, buni metodlari bo'ladi. Public ana tayyor yozib berdi bizga. Ya'ni success va error. Xo'p, endi bu threadimizni kontrollerda use qilib ishlatishimiz mumkin. Bundan oldin mana successda ko'radigan bo'lsak, message emas, kod qabul qilsin, data bilan kod default holatda 2 qaytaradi successda. Buni qaytarib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerga ekan kod. Xo'p, errorni ko'rsak, bunda message bilan status olgan. Status bo'lib tursa mayli. Xo'p, hammasi joyida. Endi kontrollerimizga o'tib, yaratgan threadimizni use qilib qo'yamiz. Xo'p, endi response qaytarayotganda this success deb threadimizni funksiyasidan foydalana olamiz. Ya'ni nima qildik bu yerda? Barcha kategoriyalarni olib success metodida qaytarib qo'ydik. PHP Artisan make resource model nomi, ya'ni category resource. Men shunaqa nomlayman. Loyiha kattarib ketganda ham muammo bo'lmasligi uchun har bir model va resurslarni ushbu model nomli papkani ichida yaratib ketaman. Xo'p, endi bu yerga chaqirib olamiz, ya'ni bir nechta bo'lgani uchun collection qilib chaqiramiz. Category resource collection ichiga datasimizni berib yuboramiz. Xo'p, copy paste.
Hammasi yaxshi. Biz o'ylagandek yana bitta yaxshi narsa o'rgatib ketaman. Public model class. Model class manshetga kategoriya klassini e'lon qilib qo'yib, pastda this model class deb ishlatamiz. Bu nimaga kerak desa, hozir ko'ramiz. Bu copy qilganda men eng ko'p foydasi tegani, copy qilganda foydasi tegadi. Hozir keyingi metodni yozamiz. Public function show ID qabul qiladi va mana tanasini avtomatik yozib berdi. Tekshirib qo'yamiz. Mana find qilyapti, topolmasa not found. Xo'p, keyingi metodimiz albatta store. Bunda request qabul qilamiz. Validatsiyadan o'tkazyapmiz, ya'ni tekshiruvdan o'tkazyapmiz hamma ma'lumotlarni. Keyin create qilib response success qaytaryapmiz. 201 kod. Xo'p, hammasi yaxshi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Public function nima qoldi? Update qoldi. Update'lar request bilan ID qabul qilib olamiz. Birinchi modelni topamiz, topilmasa bu haqida xabar beramiz, keyin validatsiyani o'tkazib, modelni update qilib qo'yamiz va success qaytaramiz. Xo'p, oxirgi funksiyamiz bu albatta delete, ya'ni destroy deb nomlasak ham bo'ladi. ID qabul qiladi, bu ham qidirib topadi, yo'q bo'lsa bu haqida xabar beradi, topilgandan keyin o'chirib bu haqida xabar beradi. Xo'p, endi birdan requestlarni ham ko'rib ketsak, bularni ham alohida o'zini klassi bor, o'shanga chiqarib yuborganimiz yaxshi. Shunda kontrollerimiz ancha toza turadi. Bu ham xuddi resursga o'xshab papka nomi bilan yarataman men. Sizlar ham shunaqa yaratsanglar yaxshi, nimaga deganda loyiha ko'tarib ketganda muammo bo'lmaydi. Xo'p, endi chaqirib olamiz category request. Endi mana validatsiyani requestga o'tkazib yuborsak bo'ladi. O'zi shuning uchun ham kerak. Xo'p, true bu yerga tashlaymiz, ya'ni name'imiz majburiy dedik. Name poliyasi kiritilishi majburiy. Bunga qo'shimcha validatsiyalar qo'shsak bo'ladi. Misol uchun qiymati string bo'lsin, minimal 3 bo'lsin. Ya'ni 3 tadan kam belgi bo'lsa ham qabul qilmaydi. Xo'p, create bo'ldi. Bunda ham requestlarning hammasini emas, faqat validated bo'lganlarini olib ketishimiz mumkin. Ya'ni validatsiyadan o'tganlarni olib create qiladi. Xo'p, update ham shunaqa kategoriya update request olamiz. True. Xo'p, bundan copy qilib olib qo'yaveramiz. Xo'p, nimaga ikkita yaratganini hozir ko'rib ketasizlar. Bittada hal qilsa ham bo'ladi. No, ikkitaga urganman men, shunisi menga qulay. Xo'p. Endi buni ham olib tashlaymiz, kerak yo'q. Xo'p, bunga ham validated olamiz, update emas. Ya'ni validatsiyadan o'tgan ma'lumotlarni olib update ga berib yubordik va modelni qaytarib qo'ydik. Tepada resursga kirsak, xo'p, hozircha bunga tegmay o'tiraverdik. Xo'p. Endi Bezireal'ni copy qilib olamiz va Postman'da ishlashni boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib yangi collection ochib olamiz. Collectionga nom beramiz. Xo'p, project loyiha nomidan kelib chiqib nomlab ketamiz. Xo'p, News App API. Xo'p, ichiga yangi papka ochib olamiz. Categories. Xo'p, yoki o'zbekcha yozsak ham bo'ladi. Yo'q, mayli, inglizcha yozib ketaveramiz. Categories papkasi. Xo'p, ichiga endi request qo'shamiz. Add request. Xo'p, birinchisi index bo'ladi. Ya'ni barcha kategoriyalar ro'yxatini olish uchun bu base URL. Xo'p, categories. Xo'p, bo'ldi. Mana shuni o'zi index metodiga murojaat qiladi. Duplikat qilib olamizda endi showni yozishimiz kerak. Bu farqi ID qabul qiladi. Xo'p, show deb nomlab save qilib qo'yamiz. Xo'p, keyingisi endi create uchun post metodi yaratamiz. Create. Xo'p, post metodi va URL listga bir xil bo'ladi. Xo'p, endi bunda qo'shib qo'yishimiz kerak. Body form datada name jo'natamiz. Category 1 deb nomlasak ham bo'ladi.
saqlab qo'yamiz va buni duplikat qilib olamiz. Xo'p. Endi buni update deb nomlaymiz. ID oladi. Keyin metodi Xo'p. Anoni ham birdan to'g'rilab ketishimiz kerak edi environmentda. Xo'p. Bitta environment qo'shib olamiz. Yaratilyapti. Nomini qo'yib olamiz. Proyektga, loyihaga mos qilib qo'yamiz. News up local deb nomlab ketamiz. Endi Bezier va token degan o'zgaruvchi bo'ladi. Default holatda Bezierga endi qiymatini berib qo'yamiz. Copy qilib olamiz boshqatdan va paste. Xo'p, bo'ldi. Enter bosilib qoldi. API ni qo'shib qo'yamiz. Xo'p, endi tanlab qo'ydik. Murojaat qilsak, topolmayapti. Ichida yo'q, chunki saqlanmabdi. O'tib turib environment values turibdi. Xo'p, endi buni qo'yib boshqatdan saqlashni bosmamiz. Saqladik. Endi tanlasak va request jo'natib ko'rsak, mana bo'sh kelyapti umumiy listda, chunki hali bitta ham kategoriya yaratmadik. Xo'p, showda ham not found qaytadi. Ya'ni hali yaratmaganimizdan keyin uni albatta topa olmaydi. Accept application JSON qo'shib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Bunga ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Accept application JSON saqlab qo'yamiz. Xo'p. Endi qiladigan ishimiz create qilib ko'ramiz. Error qaytyapti 500. Bunga ham endi application JSON qo'shib qo'ysak, ya'ni responsni, xatolikni bizga JSON ko'rinishida ko'rsatadi. Bizga shunda ancha tushunarli bo'ladi. Jo'natsak, mana fillable'ga qo'shib qo'y deyapti name poliyasini. Ya'ni modelga yoza olmayapti, ruxsatni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Modelga o'tib olamiz category.php ga. Xo'p, endi bu yerda public emas, protected fillable name deb yozib qo'yamiz. Endi tekshirib ko'rsak, create bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Listga birga jo'natsak, mana yaratganimiz listda kelyapti. Xo'p, uni copy qilib olib kontrollerga o'tamiz va resursga o'zgartirish kiritamiz. Buni update qilsak bo'ladi, ya'ni nima qaytaramizni bu yerda yozib qo'yamiz. Shu yerdan boshqarishimiz mumkin, ya'ni API da qaysi maydonlar qaytsin, qaysi maydonlar qaytmasin, resursda hal qilib ketsak bo'ladi. Xo'p, mana copy qilib oldim, yozdim. Barobar katta belgisini qo'yamiz va tagidagilarni olib tashlaymiz. Endi murojaat qilib ko'rsak, tekshirib 3 tagina maydoni kelyapti. Ya'ni bularni resurs orqali biz boshqara olar ekanmiz. Xo'p, buni ham qaytarib qo'yaman. Xo'p, create add va update add. Xo'p, to'g'rilab qo'yaman. Boshqatdan murojaat qilsak, endi beshalasi ham keladi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz buni yopib qo'yib, listni shu holatda qoldiramiz. Showda ikkalasiga ikki xil qilganim. Hozir showda ham mana chaqirilib qolibdi. Show uchun alohida yaratgan resursimizni ishlatishimiz kerak. Hozir uncha bilinmaydi, lekin ko'p poliyali jadval bo'lganida bu ikkitaliga qo'l keladi. Ya'ni listda hamma ma'lumot shart bo'lmaydi, lekin showda hamma ma'lumotini qaytarishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, showni use qilib oldik. Endi chaqirsak, listda 3 tagina, showda hamma ma'lumotlari keladi.
Xo'p, create qilib yana bitta create qilsak, endi listda ikkita kelish kerak. Ikkita keldi, faqat name bir xil bo'lib qoldi. Aslida bunaqa bo'lmasligi kerak. Buni biz validatsiyada, ya'ni requestda hal qilsak bo'ladi. Xo'p, yaxshi bo'ldi, ishlatib ko'ramiz. Unique degan tekshiruv qo'shib ketamiz name poliyasiga, ya'ni unique bo'lsang categories jadvalida name lar orasida unique bo'lsin deb kiritib qo'ydim. Endi yaratmoqchi bo'lsak, bu xatolik qaytaradi. Hop. Bu name allaqachon mavjud deyapti. Biz buni tarjima qilib qo'ysak ham bo'ladi. Qanaqa tarjima qilishni ko'rsataman. Mana hozir validation desak, hech narsa chiqmayapti. PHP Artisan line publish qilsak, bizga line papkasi hosil bo'ladi va uni ichida validatsiyalar, mana xatoliklar turibdi. Buni unique'ni topib tarjima qilib qo'yaman. Ya'ni o'zbekcha yozib qo'ysam, mana shu narsa qaytadi. Xo'p, attributda poliyaning nomi keladi. Allaqachon mavjud yoki yaratilgan. Mavjud deb qo'ya qolaylik. Mavjud. Endi tekshirib ko'rsak, name allaqachon mavjud. Xo'p, name ni ham tarjima qilib qo'ysak bo'ladi. Pastroqqa tushsak, attributsga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Name nomi. Nomi bo'lsin prosta. Endi nomi. Xo'p, endi yana bir marta tekshirib ko'ramiz. O'zgarish kerak. Mana nomi allaqachon mavjud. Sal kelishmayapti. Bu name allaqachon mavjud. Bu nom allaqachon mavjud. Endi update qilib ko'ramiz, ya'ni kategoriyani birinchisini update qilib ko'ramiz. Accept application JSONni qo'shib qo'yamiz. Jo'natsak, post method is not supported. Post support qilmaydi deyapti. Put bo'lish kerak. Name poliyasi required. Xo'p, nimaga bu xatolik qaytyapti? Name jo'natyapmiz biz. Xo'p, mana required ni ham tarjima qilib qo'yaylik avval. Xo'p, required deb qidirsak, mana chiqyapti. The attribute field is required. Name, ya'ni attribute o'rnida bizda hozirgi maydonimiz maydoni. Name maydoni majburiy bo'lish kerak edi. Hozir name maydoni majburiy. Xo'p, to'g'rilab qo'ydik. Name maydonini to'ldirish majburiy. Xo'p, jo'natsak, mana xatoligimiz to'g'ri qaytyapti, lekin nega bu xatolik qaytyapti? Biz uni jo'natyapmiz-ku. Xo'p, kategoriyaga kirib ko'rsak, kategoriya kontrollarga update. Xo'p, bu yergacha kelyaptimi o'zi? Mana name to'g'ri yozilgan. Xo'p, unique deb ham qo'shib ketishimiz kerak. Categories name va without qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni hammasiga emas, mana shundan tashqari, o'zidan tashqari qolganlari bilan solishtir deyishimiz kerak. Bo'lmasa update qilayotganda ham kategoriya birim allaqachon yaratilgan deb qolishi mumkin. Xo'p. Hozir boshqa muammo bo'ldi. PHP Artisan root list qilsak. Xo'p, metodi put to'g'ri hammasi. ID qabul qilish kerak. Xo'p. Tekshirib ko'ramiz. Xatolik bor. Xatolikni hal qilamiz. Request tekshirishimiz kerak. Hammasi to'g'ri bu yerda. Requestga o'tib tekshirib ko'radigan bo'lsak, xo'p, bu yerga hozir kontrollerga o'tib tekshirsak, mana bu yerga mana shu funksiyaga kelish kerak. Daydam qo'yib ko'ramiz, ya'ni mana shu yerda test degan yozuv chiqib to'xtash kerak shu yerda. Kodni daydam qiladi. Xo'p, u yergacha yetib bormayapti, xatolik qaytyapti. Attempt to read property. Xo'p. Rootlarimiz bor. Hammasi yaxshi.
body save. Xo'p, endi request ichiga ham daydam qo'yib ko'ramiz. Ya'ni o'zi shetgacha kelyaptimi, so'rovimiz yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Bu yergacha ishlayapti. Xo'p, endi tekshirib ko'rsak. Hop, preview, request u yergacha boryapti. Demak, u yerdan pastda o'tmayapti. Mana buni tashlab ko'rsak, mana shu yerdagi xato. Kategoriya emas. Kategoriya ID emas, kategoriyaning o'zi bo'ladi. Mana buni ham o'zini daydam qilib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, yuborayotgan ID'miz qaytishi kerak. 1. To'g'ri, bo'ldi. Xo'p, daydamni olib tashlaymiz. Xo'p, bu yerdagi daydam bor. Bu yerga request all deb yozib qo'yamiz. Va request validated deb yozib qo'yamiz. Ikkalasini farqini ko'rib ketamiz birodarlar. Xo'p, name maydoni to'ldirish majburiy. Name'ni jo'natyapmiz, ammo u ko'ra olmayapti. Bunaqa xatoliklar ham bo'lib turadi. Buni hal qilishimiz mumkin. Buning uchun form datada xo'p, request to'g'rimi o'zi? Requestdan name bir xil. Xo'p, o'zidan tashqari uniquelikka tekshir dedik. 422. Xo'p, nima qilamiz? Bu yerga metod yozib post deb yozib qo'yamiz. Yo'q, teskarisi. Buni post qilib, buni put qilib qo'yamiz. Shunda ko'rish kerak. Jo'natsak, bo'ldi, o'tdi. Mana shundan ekan. Ba'zida shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Bu odatda fayl bilan ishlayotganda, boyagi put metodini ishlatganda o'z shunaqa muammo chiqib qoladi postmanda. Buni hal qilib ketsa bo'ladi. Xo'p, mana update bo'ldi. Ko'radigan bo'lsak, mana kategoriya 1, kategoriya 2. Boya ikkalasi ham bir xil yaratilgan edi. Xo'p, endi yana bitta create qilib ko'ramiz. Kategoriya 2 ni create qilmoqchi bo'lsak, allaqachon mavjud deyapti. Endi 3 ta yaratdik, listda 3 ta kelyapti. Xo'p, update ham ishlayapti. Endi delete yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Method delete URL xuddi shunday turaveradi. Jo'natsak, xo'p, o'chirdi va mana topolmadi. O'chirib, o'zini o'sha o'chirganini jo'natar ekanda u. Lekin bunaqa bo'lishi ham aniq emas. Prosta xabar jo'natib qo'ysak ham bo'lardi. Shunaqa qilamiz. Success deleted. Delete data. Success deleted deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Success deleted. Bu yerga success updated. Bu yerga success created va 2-1 qaytarib qo'yishimiz kerak. Xo'p, bo'ldi. Mana o'zgaruvchi kerak emas endi. Bu yerda kerak, bu yerda ham kerak. Xo'p, boshqatdan delete qilmoqchi bo'lsak, not found emas. Boshqancha qaytyapti ekan. O'shani ham to'g'rilab not found qilib qo'yamiz. Ya'ni topilmadi. 404 xatoligi. Buni ham o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, yana bormi? Mana bu yerda ham bor ekan. Buni ham o'zgartirib qo'yamiz. Jo'natsak not found. Listga kelsak 2 ta, chunki bittasini o'chirib tashladik. Xo'p, endi search yozib ko'ramiz. Name bo'yicha search qilamiz. Misol uchun name 1 deb yozsak yoki kategoriya deb yozsak, kategoriya bor hammalari kelish kerak. Xo'p, buni qanday qilamiz? Mana bu yerda shu funksiyaga yozishimiz kerak. When agar requestda name topilsa, function query hop query use request query name like hop bitta requestni qabul qilishimiz kerak ekan. Hop, hammasi yaxshi. Buni to'g'rilab qo'ysak yaxshi. Bilmadim, ichimiz ketadi. To'g'rilab qo'yaman har doim.
Xo'p, tayyor. Name bo'yicha qidirtirsak, mana bu funksiyani yozib qo'ydik. Mana buni olib tashlab, yana ham qisqartirib, mana buni boshqacharoq yozsak bo'ladi. Bu ko'rinishda. Xo'p, chutki, hammasi yaxshi. Ishlatsak, ikkalasi ham kelyapti. Xo'p, 1 deb yozsam, bittasi kelish kerak. 2 deb yozsam, ikkinchisi, ya'ni bu qidirib topyapti, listdan qidirib topyapti. 2 ni o'chirib tashlaganimiz uchun chiqmadi, 3 mana bor chiqdi. Demak, searchimiz ham ishlayapti. Name bo'yicha search qo'shib qo'ydik listga. Search jo'natmasak, hammasini jo'nataveradi filtrlamasdan. Hop, yo'g'ini jo'natsak, create qildik. Endi bu ham listga qo'shilib qoldi. Endi kategoriya 1 deb qidirsak, mana prosta 1 bor, name'ning ichida 1 borlarni chiqardi. 11 deb qidirsak, 11 borlarni chiqardi. Demak, hammasi yaxshi. Kategoriya deb yozsak, hamma kategoriya borlarni chiqardi. Xo'p, buni get qilmasdan paginatsiya qilib jo'natsak ham bo'ladi. Ya'ni ma'lumot juda ko'p bo'lsa, uni sahifalarga bo'lib chiqarish. 15 tadan paginatsiya qilib qo'ydik. Hech narsa o'zgarmadi. 2 tadan paginatsiya qilsak, mana faqat 2 tasi keladi. Lekin paginatsiya ma'lumotlari kelmayapti. Buning uchun biz threadimizga yana bitta funksiya qo'shishimiz kerak bo'ladi. Success paginate degan. Hop, public function success paginate. Xo'p, o'zi tayyor yozib berdi. Mana shuni ishlasak ham bo'ladi. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Success paginate. Xo'p, ko'rsak mana hamma ma'lumotlar kelyapti. Bu yerga qo'shimcha yuborsak bo'ladi. Current page 2. Yo'q, o'zgarmadi. Hop, page mana page 2 deb yozaylik. Mana ikkinchi sahifaga o'tdi. Ya'ni 2 tadan bo'lganda 3 ta ma'lumot 2 sahifa bo'lyapti. Biz page parametrda qo'yib jo'natib, ikkinchi sahifadagi ma'lumotlarni ham ola oldik. Paginatsiya ham juda oddiy, mana shunaqa ishlaydi. Buni ham ko'rsatib o'tib ketdim. Xo'p, endi created itemni qo'shib jo'natamiz. Faqat endi bizga yana bitta zo'r narsa ko'rsataman. Helper funksiyalar bilan ishlashni ko'rsataman. Helper papkasining ichida, app ichida, helper ichida helper PHP ochib olamiz. Mana buni helper emas, helpers deb qo'yaylik. Helpers. Endi buni oddiy PHP fayl. Bu yerda funksiya hosil qilamiz, ya'ni format date format degan funksiya. Xo'p, yana bitta ochishimiz mumkin. Kopiya qilib qolamiz. Xo'p, date yo'q, o'chirib tashlaylik, o'zi yozib beryapti-ku. Date time format. Mana ikkita funksiyamiz bo'ldi. Faqat buni ishlatsak hozir mana chaqirib ko'ramiz. Listni ishlatsak xatolik qaytaradi, chunki u funksiyalarimizni hali ko'rmaydi. Uni e'lon qilib qo'yishimiz kerak. Xo'p, Composer JSONga Autoload kamida hozir xatolik. Kelinglar, buni joy eslab qolish ham shart emas o'zi. Bu yo'q kamida. Hop, qaranglar. Buni prosta anunga yozib qidiramiz. Laravel helper file deb yozsak. Hop, Stack Overflow'dan ko'ramiz. Mana Autoload ichida mana bu yerga tashlashimiz kerak ekan. Hop, yaxshi. O'tib olamiz proyektimizga. Autoload ichiga virgul mana shuni tashlashimiz kerak. Hop.
nima bo'lib qoldi? Hozir to'g'rilaylik. Buni o'chiramiz. Nimadir ortiqcha bo'lib qoldimi? Hop. To'g'rilaymiz. Hop, avtolod ichiga mana buni tashlashimiz kerak. Shuni tashladik. Hop, yana xato tashladikmi? Helpers ichida helper PHP. Hop, mana bu vash ko'payib ketibdi. O'chirib tashlaymiz. Yana bitta o'chirishimiz kerak. Hop, mana bu yerda ham qolib ketibdi-da. Buni olib tashlaymiz. Mana buni ham olib tashlasak, menimcha bo'ldi. Hop, endi clear. Birinchi bitta ishlatib ko'ramiz, ishlamaydi. Endi Composer Dump Avtolod qilib yuborishimiz kerak, shunda yangilab oladi. Endi ishlatsak, ishlashi kerak. Ana, ya'ni create aytimiz boya juda ham yomon ahvolda kelyapti. Endi chiroyli qilib o'zimizga moslab oldik. Xo'p, buni xohlagancha o'zgartirsak bo'ladi. Bu default holat edi. Men bu yerdan qo'shib jo'natsak ham bo'ladi. Chiziqchali emas. Mana birinchi yilni ikkitalik qilib qo'ysak ham bo'ladi. Kichkina shuni bildiradi yoki men buni nuqtali qilsak ham bo'ladi. Xo'p, bunda yilni katta to'rttalik qilaylik, chiroyliroq bo'ladi. Xo'p, mana sana keldi. Buni ham boshiga chiqazib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni birinchi vaqt, keyin sana. Xohlagan ko'rinishimizga solsak bo'ladi-da. Cho'tka funksiya yozib qo'ydik. Mana bunaqa ko'rsatishda ham jo'natsak bo'ladi. Endi bu talabga qarab o'zingizlar xohlagandek chiqazib berasizlar. Men prosta ko'rsatib berdim sizlarga. Xo'p, helper funksiyani ham ishlatishni o'rganib oldik. Endi mana bu yerga order qilib qo'yamiz. Ya'ni listda oxirgi qo'shilganlari birinchi chiqish uchun ID bo'yicha disk qilib qo'yamiz. Ya'ni teskari tartibda yoki uni boshqacha yozishimiz ham mumkin. Order by disk deb ID deb. Ikkalasi ham asli bir xil narsani bildiradi. Tekshirib ko'ramiz. Mana birinchiga chiqib qoldi. Oxirgi yaratilgani vaqtiga qarasanglar ham bilinadi. Endi bunisini yopib qo'yib, bunisini ochsak ham bir xil natija kelaveradi. Ikkalasi bir xil kodda aslida. Mana buni olib tashlasak, ask bo'lib qoladi default holatda askda. Ya'ni ask degani o'sish, ID'si o'sish tartibida tartiblanib qoladi. Xo'p, mana default holatda mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, buni yozib qo'ydim ma'lumot uchun. Olib tashlasak ham bo'ladi. Mana bunisi o'zi odatda mana shunaqa ishlatiladi. Oxirgi yaratilgani boshida kelish kerak ro'yxatning. Xo'p, endi qiladigan ishimiz bu bo'ldi. Saqlab olamiz. Qolgan hammasini yop deymiz. Buni ham yopamiz va общий papkani copy, duplikat qilib olamiz. Endi postlarni yozib boshlaymiz. Hop. Nomini o'zgartirib olamiz. Post list bitta prosta nomini o'zgartirib qo'yamiz. URLni copy qilib olamiz, saqladik. Mana index metod yo'q deyapti. To'g'ri, hali yozmaganmiz. Buni ham o'zgartirib, saqlab jo'natsak undefined metod deyapti. Buni ham saqlaymiz. Buni ham undefined. Buni ham saqlab jo'natib qo'yamiz. Xo'p, keyin oxirgisini saqlab jo'natamiz. Undefined. Xo'p, endi kontrolleriga funksiyalarni yozib chiqishimiz kerak. O'tib olamiz. Bo'sh. Bittalab yozib chiqsak ham bo'ladi, lekin biz unaqa qilmaymiz. Prosta tepadagi kontrollerdan copy qilib olamiz va kerakli joylarni o'zgartirib qo'yamiz. Copy. Bu yerga paste qilamiz.
mana buni use qilib olamiz. Nomi xato bo'lib qolgan ekan. Response bo'lish kerak. Buni birdan to'g'rilab ketaylik. Xo'p, yopamiz. Thread ichida API report emas, API response bo'lish kerak. Ichiga kirib, buni ham to'g'rilab qo'yamiz va buni use qilib olamiz. API kategoriyadan ham birato'la to'g'rilab ketamiz. Xatosini o'chirib tashlaymiz, o'rnini to'g'rilab qo'yamiz. Okey, hammasi zo'r. Xo'p, bitta ishlatib ko'rsak. Bo'ldi, ishlab turibdi, muammo yo'q. Xo'p, post indexni ko'ramiz. Ishlagani yo'q. API post kontrollerga o'tib, kategoriyani hammasini tanlab o'zgartirib yuboraman. Post degan so'zga o'zgartirib qo'ydim. Hammasi o'zgardi. Endi post modelini use qilib olamiz. Endi request resurslarni yaratishimiz kerak. PHP Arts'dan make birinchi request yarataylik. Request model nomi post request. Birdan update ni ham yozib olamiz. Update request endi clear qilib tashlab PHP Arts'dan make resource post resource success. Endi birdan show uchun ham yozib ketamiz. Post show resource success. Okey, endi bularni use qilib chiqamiz. Use request ni ham use qilamiz. Update request ni ham use qilib olamiz. Xo'p, tayyor. Hammasi zo'r. Mana buni tartiblab qo'ysak zo'r bo'ladi. Tartiblamasa ham ishlaveradi, u farqi yo'q. Prosta menga shu yoqadi. Xo'p, hammasi yaxshi. Xo'p, name bo'yicha emas. Ko'rsak, bizda title bilan content bor, status bor. Xo'p, title bo'yicha filtr qo'shib qo'ydik. Xo'p, endi bitta jo'natsak bo'sh array qaytadi. Chunki hali yaratish qilmadik. Yaratishda showda ham not found qaytadi. Endi yaratish qilsak, bizda nima deyapti? 403 qaytyapti. Mana buni title ga to'g'rilab qo'yamiz. Post 1 content dega ham birdan yozib qo'yamiz. Content va kategoriya ID'si bo'ladi. Ya'ni bu postimiz qaysi kategoriyaga tegishli ekanligini ko'rsatamiz. Hali ham 403 qaytyapti. Buni hal qilish uchun store metodiga kelib, requestga kirib, mana buni true qilib qo'ysak, o'tib ketadi, lekin bizga o'tib ketmasi kerak, validatsiyani yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni title maydoni majburiy text va minimal qiymati bor. 3 bunga ham berib qo'yamiz. Keyin unique bo'lsin, bu ham title unique bo'lsin deylik. Postdagi titlelar orasida unique bo'lsin. Xo'p, endi unique bilan binni olib tashlab, contentga ham ushbu validatsiyani qo'shib qo'yamiz. Endi kategoriya ID ga validatsiya yozayotganda bu majburiy va integer bo'ladi, ya'ni ID'si keladi faqat. Va ID kategoriyasining ID'sida bo'lish kerak. Agar yo'g'ini aniq qilsak, o'tkazmaydi bu. O'tkazmaslik kerak. Xo'p, keyin xuddi update ga ham copy paste qilib tashlab qo'yamiz. Faqat mana uniquelikda o'zidan tashqari deb tekshirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. This post. Okey, hammasi yaxshi. Chotki. Mana buni true'ni xato yozib qo'ygan. Shunga xatolik berayotgan ekan. Mana hammasi yaxshi, zo'r. Endi tekshirib ko'ramiz xatoliklarni. Mana validatsiya xatoliklari qaytyapti. Mana bularni ham text, title, contentlarni ham tarjima qilib qo'ysak bo'ladi. Attribute ga o'tib, title, ya'ni sarlavha deb yozib qo'yamiz. Sarlavha. Xo'p, content bunda reja emas.
nima bo'ladi? Tasnif. Xo'p, oxirgisi category ID. Kategoriya bo'ladi. Bo'ldi. Endi boshqatdan sen qilsak, mana. Yaxshi, bunimiz o'xshadi. Endi bitta-bitta jo'nataveramiz. Mana title validatsiyasi yo'qoldi. Content-ni mana bo'sh jo'natsak, baribir majburiy deb kelaveradi. Qiymat qo'yishimiz kerak. Hop, mana yozib qo'ydik. Post. First post content. Mana bitta kategoriya ID. Kategoriya ID bersak, bu mana xato deydi bu qiymat. Xo'p, buni ham chunki buni birinchisini o'chirib tashladik-ku, test qilayotganda kategoriya ID. Xo'p, buni mana kategoriyalar ro'yxatini ko'rsak, 4, 3 Ahmetga berishimiz mumkin. Mana not found. Xo'p, 2. Mana topdi, 2 bor ekan, demak 2 ni bersak, bu yaratilishi kerak edi. No fill labelga qo'shmadik, title'da shuning uchun xatolik berdi. Modelga o'tib, fill label qo'shib qo'yamiz. Protected fill label mana o'zi chiqardi. Yani title, content, category ID. Statusni ham qo'shib qo'yishimiz mumkin, albatta. Xo'p, data created bo'ldi. Ko'rsak, listimizda kelyapti. Ajoyib. Ajoyib. Xo'p, endi bu resursini to'g'rilab qo'yamiz. O'zgartirib. Xo'p, tashlaymiz. Xo'p, men tezroq yozishni mana shunaqa qilaman. Copy qilib hammasini ting 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 ting. Ana bo'ldi. Hammasi yaxshi. Tekshirsak, ishlab turibdi. Bunga helper funksiyalarimizni chaqirib qo'ysak, chiroyli formatda qaytadi. Hop, date time format ichiga tashlab qo'yamiz. Ctrl X, Ctrl V. Hop, jo'natsak, mana zo'r, ajoyib. Endi showda ham chiqadi, yaratildi. Showga ham mana buni yozib qo'yamiz faqat. Mana update chotki. Xo'p, endi mana show ham ishladi, show resource ham ishladi. Kategoriyani relation orqali olib kelib, name'ini qaytaradigan qilib ko'rsataman. This category name. Buni yopib qo'yamiz. Hozir bu ishlash uchun hozir ishlatsak ishlamaydi, xatolik qaytaradi. Endi buni ishlatish uchun modelga o'tib relation yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, pastdan public function category o'zi tayyor yozib berdi. Mana bunga qo'shib qo'yishimiz mumkin foreign key bilan. ID mana. No, yozmasak ham ishlar, chunki standart bo'yicha yozdik biz, ishlaveradi. Mana kategoriya. Postga tegishli kategoriyaning name bilan qaytyapti. Xo'p, endi buni ochib qo'yamiz. Mana ID'si name qaytyapti. Showda. Xo'p, mana ID'si va name. Buni update qilsak, nariyoqda ham o'zgaradi avtomatik. Chunki postimiz shu kategoriyaga qarab turibdi. Mana update success update bo'ldi. Endi show qilsak, mana bu o'zgarish kerak. Ana o'zgardi. Yaxshi, zo'r ishlab turibdi, muammo yo'q. Xo'p, endi buni boshqacha qilsak ham bo'ladi. Buni listga qo'shib qo'yamiz. Listga qo'shib qo'ydik. Listda mana kategoriyaning name'i kelyapti. Endi faqat showda boshqacha chaqirishni ko'rsataman. Xo'p, resource ichida resource ishlatishimiz ham mumkin. Ya'ni new bitta bo'lgan uchun category show resource olib turib ichiga solib qo'yamiz. Xo'p, 100 bo'ldi. Tartiblab qo'yamiz.
Endi jo'natsak showda mana ichma-ich bo'lib keladi. Mana. Ya'ni har bitta post ichida kategoriyasi butun obyekt ko'rinishida kelyapti. Ajoyib. Xo'p, endi searchni ishlatamiz. Search degani o'zim kalt so'z qo'yib oldim. Mana shu search borganda mana bu allaqachon mavjud. Boshqacha 2 qilib yaratamiz. 3 yaratamiz. 4 yaratamiz. Xo'p, 4 ta postimiz bor. Mana shu 4 ta postdan search qilishni ko'rib o'tamiz. Xo'p, post kontrollerga o'tamiz. Qolganlarni yopib yuboramiz. Endi mana bu yerda agar requestda search topilsa bitta ishlatamiz. Xo'p, bir ishlamadi. Nimaga? Hozir ko'ramiz. Chunki mana bu yerda ham search bo'lgandan keyin bu yoqda ham search bo'lishi kerak. Birni qidiradi ichidan. Mana post 1. Titledan qidirib topdi va mana bu contentdan ham qidiradigan qilishimiz kerak. Hozir qidirmayapti, topa olmadi. Or where deb yozamiz. Content like. Xo'p, mana endi contentdan ham qidiryapti. Ikkalasida ham contentda topilgan uchun ikkalasini ham qaytardi. Mana buni ham o'zgartirib qo'ysak bo'lardi. Dinamik qilib, ya'ni request agar per page topilsa, o'sha per page bo'yicha paginatsiyaga bo'lmasa, ikkitaga bo'lib qo'yaver dedik. Hozir mana ikkitadan bo'lib turibdi, lekin biz buni ko'paytirishimiz mumkin. Per page deb 20 bersak, 20 tadan pagelaydi. Hozir bizda bor yo'g'i 4 ta bo'lgancha hammasi keladi. Xo'p, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hammasi yaxshi. Mana yubormasak ikkita kelyapti. Xo'p, hammasi content so'z bo'lgani uchun boya search ishlab tursa ham hammasi keldi. Xo'p, endi category ID bo'yicha filtr qo'shib qo'yamiz. Select bo'ladi, ana user interface odatda bizga ID sini jo'natadi tanlanganda. Jo'natsak mana, lekin bu mos ishlamayapti. Nima bo'lyapti? Hozir kategoriya bo'yicha kategoriya ID ni ham qo'shib qo'yaylik, tekshirib ko'rishimiz uchun. Kategoriy ID buni olib tashlaymiz. Hop, mana bunday qilsak mana IDsi har xil ikkinchi kategoriya bo'lib turibdi, lekin filtr qilsak ishlamayapti, chunki hali filtr yozmadik. Mana ishlamayapti. Qo'shib qo'yamiz. Hop, yana when very category ID requestdagi category ID. Hop, bu bunaqa yozsak xato bo'lib qoladi, chunki majburiy emas bizda, shuning uchun when ga o'rab qo'yamiz. When requestda category ID topilsa, function ochamiz, ichiga query qabul qilamiz. Query va nimani olib tashlab, keyin paste qilsak, ana endi to'g'ri bo'ldi. Endi qachonki category ID topilsa, shu bo'yicha filtr qiladi. Mana buni ham to'g'rilab yozib qo'yishimiz kerak. Xo'p, ajoyib. Endi filtr qiladigan bo'lsak, filtr bo'ldi. Birinchi ID'li yo'q, ikkinchi ID'li mana. Xo'p, yaxshi, ajoyib. 3 ga ham yo'q, faqat ikkinchi ID ga yaratilibdi. Mana 3 ga ham bitta yaratib yuborsak, xo'p, title-ni ham o'zgartirishimiz kerak. Mana yaratildi. Endi filtrda ishlatsak, bitta hozirgi yaratilgan kelish kerak, chunki kategoriya IDsi 3 edi. Xo'p, endi 44 qildirsak yana shu keladi, chunki searchga ham faqat shu mos tushyapti. 44lisi bitta. Xo'p, endi ikkalasini bo'yicha bir vaqtda ishlatsak xato ishlayapti. Nimaga? Chunki biz or where ishlatganimizda mana shunaqa xatolik bo'lib qolishi mumkin. Ammo buni ham to'g'rilash imkoni bor va query where ochib, bitta function ochib, query qabul qilib, o'shani ichiga tiqib qo'ysak, mana or where bor joyini tiqib qo'ysak,
query'mizdagi xatolik bartaraf etiladi. Har doim shunaqa qilish kerak. Ana endi ikkalasiga bir vaqtda bo'lsa yo'q. Ham kategoriya ID'si 3, ham title'da 44 bor, mana chiqdi. Ajoyib. Buni ham ko'rib ketdik. Bu ham juda ham muhim narsa. Ya'ni real anonda chiqadigan xatolik bu ham. Bir vaqtda ikkalasi bo'yicha qidiruv xato ishladi boya. Biz uni to'g'rilab qo'ydik. Ajoyib. Endi update'ini ishlatib ko'ramiz. Hop, metodini qo'shilgan, copy qildik, boyagi chiqqan xatolik bartaraf etilgan. Endi faqat mana buni qayta yozib o'tirmay, copy qilib olsak ham bo'ladi. Mana buni qilamiz. Copy. Hop, o'tamiz. Mana buni qoldirib copy paste. Ana hop, hammasi chotki, oson. Bu ham heterlik, ya'ni tezroq bo'lish. Hop, allaqachon mavjud deyapti. 3 ta 4. Mana update bo'ldi. Endi qaraydigan bo'lsak, filtrlarni o'chirib qo'yib qaraydigan bo'lsak, mana hozirgi update bo'lgani kelmadi. Per pejda ko'paytirib qo'ysak, hamma ma'lumotlar keladi. Mana birinchi ID'li ma'lumot 3 ta 4 bo'lib update bo'ldi. Xo'p, birinchi ID'ni o'chirib yuborishimiz mumkin. Mana bu name xato bo'lib qolib, to'g'rilab qo'yamiz. Delete. Buni ham delete deb qo'yamiz. Xo'p, endi ishlatib ko'rsak, o'tib ketdi. Birinchi ID'li endi show qilsak chiqmaydi, not found. Delete qilsak ham topolmaydi, not found. Xo'p, endi hammasi ishladi, bunda ham muammo yo'q. Endi qiladigan ishimiz kategoriyani olsak, kelib turibdi. Postlar ham kelib turibdi. Filtr qo'shdik. Resursga o'radik, request ishlatdik. Hammasi yaxshi. Endi qiladigan ishimiz API ga o'tsak, API dan boshqa hammasini yopdik. Requestni o'chirib tashlagan bo'ladi, kerak emas. Xo'p, kategoriyalar kurut bo'ldi, yangiliklar kurut bo'ldi. Endi biratula buni Git ga ham chiqarishni ko'rib ketamiz. Biz Gitlab ishlatamiz. Tekin bo'lgani uchun. Xo'p, yangi loyiha create qilaman. Loyihaga nom berishim kerak. News app tutorial deb nomlab qo'yaman. Xo'p, buni bunga qo'shamiz va public qilib yaratib ketaman. Create. Xo'p, yangi repository yaratildi. Xo'p, bitta branch bor. Asosiy mainga push qilaveramiz. Bo'ldi, mainga push qilaveramiz. Git clone qilib olish uchun URL oldim. Terminalga PHP Artisan yo'q. Git clone yaratgan repositoriyimiz clone bo'lib tushdi. Mana papka bo'lib, hozir bu yerda git fayli ko'rinmaydi. Uning uchun ls qilsak readme fayl turibdi. Git faylini bu yerdan ko'ra olmaymiz. Uning uchun fayllarni ochib olamiz. Fayllarga ochib olib, xo'p, soqqalishlar kirsak, mana bu yerda ko'rinmaydi. Shu joyda fokus qilamiz. Mana git fayl chiqdi. Buni olib turib bu yoqqa tashlaymiz. Git o'sha git fayl qayerda tursa, o'sha turgan yo'ldan boshlab hammasini gitga tortib ketadi-da. Hozir men buni katta qilib ochib olay. Git faylni proyektga tashlashimiz kerak. Mana bu o'chirib tashlaymiz. Endi git faylni hozirgi Laravel loyihamizga tashlab olamiz. Tashladik. Tushdi. Endi bu yoqdan anondan ko'rsak, mana yashil bo'lib qoldi, ya'ni yangilik. Gitdagi yangi status qilib ko'rsak, mana gitga shular yangi qo'shilyapti deb xabar beryapti. Git add, git commit -am update yo'q. Start deb yozaylik. Start comment bo'ldi. Endi push qilsak, git push o'zi gitga ketadi. Git push. O'zi ketdi. Gitga o'tib,
buni ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi. Mana refresh qilsak. Xo'p, mana hamma kodlarimiz yetib keldi. Kirib ko'rsak ham bo'ladi. Misol uchun app ichida HTTP controller ichida, API ichida API controllerga kiradigan bo'lsak, mana hamma yozgan kodlarimiz hammasi shu yerda. Xo'p, shu bilan bugungi praktikamiz o'z nihoyasiga yetadi. Mana birinchi video darsligimizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. O'ylaymanki, sizlar uchun foydali va qiziqarli video darslik bo'ldi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videosiga yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan bundan yuqori darajalarga, yuqori sifatli kontentlar ishlab chiqishga harakat qilaman. Rahmat. No, I don't take shit. Salomat I bo'ling. got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.